Foyda qilamiz kanalning qadrli obunachilari, bugungi obzorimizda katta assortimentdagi pechlar olib kelib qo'yganmiz. Xuddi shu pechlarimiz hozir noldan obzor qilamiz. Video boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsa esdan chiqmasin. Maksimal o'rtoqlaringiz ham jo'natib qo'ysalar, xudo xolasa video manfaatli bo'ladi. Xo'p, bu pechlarimiz hozir noldan obzor qilamiz. Necha voltda ishlaydi, xarakteristikasi, narxlarini video oxirida aytib o'taman. Videoga like bosinglar, bemalol xudo xolasa bundan zo'r videolar hali sizlarni kutmoqda. Video davomida narxlarni aytib o'taman. Uchinchi o'rinda keladigan pechlarimiz aytadigan bo'lsak, parakanning soniy pechlar hisoblanadi. Buni 8 talik, 16 talikliklari bor, nalichi hozir bir donadan kelgan. Buni ichlari bilan ko'rsatib beraman sizlarga. Hozir mana ichlarni o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday ko'rinish oladi. 16 talik sig'oradi bittasiga, kichkinasi 8 talik sig'adi. 380 da ishlaydi. O'chirib o'qigan tugmalari, hamma yo'qlariga gradus qo'yib bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Xudo xolasa pechlarimizga 6 oydan servisli garantiya qilib beramiz. Bu pechimizni ko'proq restoranlarga, shunga o'xshash kafelarga olishadi. Bo'lichka, kurasan, shunga o'xshash cheescake'lar pishiradigan pechimiz hisoblanadi. Konveksionni parli pechda bu. Shunday hisobiga xudo xolasa zo'r effekt beradigan pechimiz hisoblanadi. Bu pechimiz narxini kichkinasini $1850 qilib beryapmiz, kattasini $2400 qilib beryapmiz. Baholasa pastga mulla qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar, bemalol o'tilaydigan xonalari bo'ladi. Xo'p, navbatdagi pechimiz xuddi shu konneksionli pechimiz minisi hisoblanadi, kichkinaroq. Xo'p, 4 ta patnisli bo'ladi bu. Mana ishlari bilan ko'ringlar o'zingizlar. Mana xuddi shunday ko'rinish oladi. 4 ta patnis bemalol sig'oradi. Miyalarni bemalol galonkalarni yozib boshqarishinglar mumkin. Bu ham 220 da ishlayveradi bemalol. Xuddi shu katta konneksionli pechimiz kichkinasi hisoblanadi. Buni pechimiz narxini $650 qilib beramiz. O'tilaydigan xonalari bo'ladi buni ham. Tepada esa pizza pech, bu endi 60 hisoblanadi. Pizza pechimiz narxini $420 qilib beramiz. Xo'p, bu tomonda xuddi shu parli pechimiz minisi, ya'ni kichkinaroq bor. Bu ham 4 ta patnisli, lekin ixcham qilib ishlangan. O'zlaringiz ko'ringlar-chi. Вообще mashina qilib mini konneksionli pechimiz hisoblanadi. Bu ham 220 da ishlaydi. Bemalol bunga 6 oy servis garantiya qilib beraman. Buni narxini $500 qilib beraman bo'ladigan. Pasingizda shu parli pech boshqacharog'i. Kачествоsi sal nimaroq, o'rtacharoq, lekin ishlash prinsipi вообще mashina chiqqan. O'sha taymerlarda hamma yo'qlar bo'ladi uni. Bittasini $520, ikkitasini esa $680 qilib beraman. Xudo xolasa undan o'tilaydigan xonalar bo'ladi. Hop, navbatdagi pechlarga o'tadigan bo'lsak, bu qora pechimiz hamma o'zi bilsa kerak, tay toshli. Aslida pizzalarga olishadi, kafelarga, restoranlarga, fast food xonalarga bemalol olishatsanglar bo'ladi. Pizzani xudo xolasa professionallik qilib pishirib beradi. 600 gradusgacha bemalol qizdiraveradi. Ana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Gradusni qo'yib, hamma yo'g'i вообще mashina ishlaydi, 220 da ishlaydi. 6 oy servis garantiya ham qilib beraman. Bu narxga keladigan bo'lsak, $420 qilib beraman. Xo'p, navbatdagi pechlarimiz ham tay toshli. Bittalisi bor, ikkitalisi bor. Mana ko'rib, ochilgan tay toshli bo'ladi. Bittalisi ham, ikkitalisi ham. Bular 220 da ishlaydi. Bular narxlariga keladigan bo'lsak, tepadasini $300 qilib beraman, taydasini $450 qilib beraman. Xo'p, yondagi pechlarga o'tadigan bo'lsak, endi bu pechlarimiz somsa, patar, to'rt, shunga o'xshash bo'lgan bemalol pishiriqlarni, somsalar pishirsa bo'ladigan pechlarimiz. Bular 2 litlidan boshlab 12 litgacha bor. Bu pechlarimiz gazlisi ham, toklisi ham, gibridi ham bor. Nalichi hozir bizlar ko'rib turganlaringiz bu gazlisi hisoblanadi. Bu gibrid ekan bu. Gibrid hisoblangan sabablar ichi 60 ga 40 litdan ikkita tushadi. Bu eng kichkinasi 2 litlisi. Gibrid pechimiz 400 gradusgacha bemalol qizdiradi. 220 da tokda ishlayveradi, gazda ham ishlayveradi. Tepani spiralni gradusini boshqaradigan, past spiralni gradusini boshqaradiganlar bo'ladi. Bu pechimiz narxiga keladigan bo'lsak, $550 qilib beramiz gibridini, elektrini $350 qilib beramiz, gazlisini $500 qilib beramiz. Pastini nima qoldiryapmiz? Aloqaga chiqib bemalol bog'lanishingiz mumkin. 24 ga to'g'layin bo'lamiz. Xo'p, pastdagi pechimiz 6 litli gazli hisoblanadi. 2 talisdan 3 qavat bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'rib turishingiz mumkin. Xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Buni har xillari bor. Gazli, tokli, elektrlari ham bo'ladi. 6 oy servisni garantiya bilan chiqadi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, $1350 qilib beramiz. Gibridni $1650, elektrni $1100 qilib beramiz. Endi 2 litli pechlarimiz keladigan bo'lsak, 2 litli elektr pechimiz hozir nalichida mavjud. 400 gradusgacha bemalol qizdiradi. Tepa past spirallari bo'ladi.
Bu pechimizni 6 oy seriyasi garantiya qilib beramiz. Bunga ham 220 gradda bemalol ishlaveradi. Soatiga 6 kvadrat rasxod qiladi. Mana ichini o'zingizlar ko'ringlar. 60 chaqirlik esa ikkita tushadi. Xohlasa ichi keng, вообще mощный, narxiga arziydigan pechimiz hisoblanadi. Buni narxi keladigan bo'lsak, $350 qilib beramiz. Xudo xolasa kelishiladigan xonalari bo'ladi. Xo'p, tepadagi pechimiz bu pishiriqlarga ko'proq kurasan va shunga o'xshash pishiriqlarga kerak bo'ladigan pechimiz hisoblanadi. Bu pechimiz bir listli, bir qavatli bo'ladi. Mana o'zingizlar ko'ringlar. 60 chaqirlikdan bir dona tushadi. Bu tushak ko'rinishi bo'ladi. Grafdan qo'yib bemalol ishlatishlar mumkin. Buni narxini $290 qilib beramiz. Bunga 6 oy seriyasi garantiya chiqadi. Xo'p, navbatdagi pechimiz 4 listli elektr pechimiz hisoblanadi. Ko'rinishda o'zingizlar. Xuddi shu 2 listli pechimizda 2 qavat qilib qo'yilganda xuddi shunday ko'rinishda bo'ladi. Mana ichlari uzun machasiga 60 chaqirlikdan ikkita tushadi. Yana tepa past ko'rinishda bo'ladi. 200 gramda bemalol ishlayveradigan, mana grafdan bemalol qo'yib ishlashlar mumkin. Bu pechimiz narxi keladigan bo'lsa $660 qilib beramiz. Kelishiladigan xonalar bo'ladi. Xo'p, pechlarimiz hozir shulardan iborat. 2 listdan 12 listga bemalol pechlarimiz tanishida mavjud. Bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin. Gaz, elektr, gibrid hammasini qilib beramiz. Pastga bilan qoldirib aloqaga chiqarasiz. Navbatdagi narsalarimiz rastoykalarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa 16 talik, 32 talik rastoykalarimiz bor. Hamda do'konimizda оборудование ko'p assortimentdagi apparatlarimiz bor. Kimga shunaqa shunga o'xshash apparatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Maksimal o'rtalarning ham qo'ying. Xudo xolasa video manfaatli bo'ladi.